Akalar, pat biznes joy, bog'chaga zo'r joy chiqib qoldi. Kim qiziqqan bo'lsa, qiziq qolganlar bo'lsa, срочный mana shu videoni tasvirlab qo'yasizlar. Ko'ryapsizlar, tashqarida kameralar bor. Kameralar doполнительный qo'shib qo'ysangiz bo'laveradi. Zeleniy zona ko'ryapsizlarmi? Dahshatligini, tabiat qarang, umuman boshqacha. Bolalar o'ynaydigan joy qilsangiz bo'ladi. Pat biznes joy. To'g'ri qarang. Bugungi kunda nima muammo bo'ladi? Bog'cha. Men ham o'zim bolalarimni bog'chaga berish uchun juda qiynalaman. Qarang, bu uyimiz 2 etaj bo'lib, bu tomondan lezinzadan chiqib kelsangiz ham bo'ladi. Bu tomonda lezinzamizdan chiqib kelsangiz bo'laveradi. Xonalar umuman ideal, katta, nihoyatda zo'r. Mana yotoqxona qilasini, bolalar yotadigan joy. O'sha zo'r joyda joylashgan. Lokatsiya ham o'zimizda shunday. Bu lokatsiyasi Paxtavodda bo'lib, ya'ni Yangiyo'l yo'limiz bor, Paxtavod, Toshmasjid bor. Toshmasjiddan işte pastroqqa tushganimizda bizda 2-chi, 3-chi chap qo'ldalar shu kirganimizda mana shu zdaniyamiz ko'rinib turadi. Qarang, go'zalligini hozir sizlarga ichkariga kirib ko'rsataman. Mana shu videoda bitta like bosib, kommentariyaga o'z fikringizni qoldirib, обязательно mana shu biznes qilmoqchi bo'lgan odamga jo'natib qo'ying. Nechta bola o'qiydi, ko'ryapsiz, rakovinalar bor. Endi ancha-munchasini qilsangiz bo'ladi. Bu yerda kuxnyaga mana shu tomonimizda polniy parvoy sistema bo'lgan ekan. Nari tomonda emas, bu tomonda bor ekan. Ko'ryapsizlar, parvoy sistemalar, xonalar juda ham katta, remontlar tayyor. Bemalol o'zingizlar remont qilsanglar bo'ladi. Mana bitta xonamiz, yana boya kuxnyaga chiqgan xonamiz. Bu yerda boya kamera sistemasi, boya kameramizga yana doполнительный 4 ta 5 tami yana qo'shib qo'ysangiz bo'laveradi. Endi sizlarga ikkinchi etaj chiqib ko'rsatamiz. Ikkinchi etajimiz mana bu tomondan chiqib ketamiz. Ikkinchi etaj. Mana ikkinchi etajimizda mana bu yerda kirganimizda bitta tualet, endi tualetni yana qo'shsangiz bo'laveradi. Doполнительный yosh bolalarga bu yerda dush, bu yana bitta rakovina ekan. Ona xonani hammasini o'ziga moslab solgan ekan. Endi akalar bu yerda shu bog'chaga beraylik. Necha yildan beri mashina tut remontlar bo'lgan, chotki. Bu yerdan ko'ryapsiz, katta zal. Ikkinchi etajimiz bu. Voy, ikkita uyni o'rtasidagi joyda mana umumiy foydalanish uchun shunaqa joy qilib qo'ygan. Bu tashqari tomonda mana balkonimiz. Balkon ko'rsangiz ham bo'ladi kattaligini. O'zi bu palaslar ham polniy original tozasidan, metrajnidan solingan ekan. Bu tomonimizda ikkinchi etaj tomonimiz chiqadigan. Ko'ryapsizlar, bu qaranglar. O'sha dahshat. Mana bu tomonimizda ham zal kattaligini ko'ryapsizlarmi? Tashqari tomondan podvalga tushib ketgan joyimiz. Mana shu xonadonni bu tomon polniy podval ekan. O'zingiz bu yerda skrat qilib bolalarga mayli judasini mana shu tomonga qo'yib qo'ysangiz ham bo'ladi. Ko'rasiz, bu yerda bitta katta sef joylashgan, temirdan bo'lgan. Bu yerda mana katta yana bitta skrat qilib foydalansangiz bo'ladi. Polniy mana shu xonani suvlari mana shu yerdan foydalansangiz bo'ladi. Ega bu 1 tonnalik bo'lsa kamlik desangiz, yana doполнительный qo'shsangiz bo'ladi. Podvalimiz bu tomondan ham kirib, bu tomondan chiqib ketsangiz ham bo'laveradi. Ya'ni bu garaj tomon bo'lib, uyda garaj qilingan ekan. Bu yerda mana bitta bochka ham bor ekan. Mana bu yoqdan siz bo'laveradi. 9 dangacha pulsiz bu yerda agar bog'cha qilmoqchi bo'lsangiz, bu joyimiz sotilmaydi, to'liq arendaga beriladi. Qiziqqanlar bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqsanglar, xudo xolasa egasining nomerini shunday bittada tashlab beraman. Xudo xolasa shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa chiroyli qilib sizlarga reklamani qo'ldan kelgancha chiroyli qilib beramiz.